Namangan viloyatidagi Kosonsoy shahri nomining kelib chiqishi tarixiga yuzlanish vaqti keldi. Tarix jozibasi va o'tmish falsafasi faqat Dervishnot sahifasida. Kosonsoy qadim zamonlarda Koson deb atalgan. Milodning boshlarida Farg'onadagi Koson shahri, ya'ni Kosonsoy, Farg'onaning siyosiy markazi edi. 8-asr oxiri va 9-asr boshlarida Koson Farg'ona podsholarining muhtasham poytaxti bo'lgan. Tarix shuni ko'rsatadiki, Kosonsoy chekka va tasodifiy nuqta emas, balki vodiyning turli davrlardagi asosiy tayanch markazlaridan biri bo'lgan. Numizmatik ma'lumotlar Qoraxoniylar davrida Kosonning tanga zarb qilish markazi bo'lganligini tasdiqlaydi. Bu shaharning ma'muriy va iqtisodiy ahamiyatini bevosita ko'rsatuvchi muhim omildir. Olim Bartelt o'rta asrlardagi Gesay shahrini Koson bilan aynan bir xil deb hisoblagan va avvalgi davrlarda Davonning poytaxt shahri Guyshan ham Koson hududida joylashgan deb taxmin qilgan. Koson arab geograflaridan Istahriy ibn Havqal Muqaddasi asarlarida qayd qilingan. Aytish joizki, Koson nomi aslida Kas, ya'ni kat, qishloq so'zidan olingan. Mashhur Hanafiy huquqshunosi Alauddin Abu Bakr al-Kosoniy hamda 30 taga yaqin risola yozgan va Sharqiy Turkiston nufuzli xo'ja sulolalarining ajdodi hisoblangan Mahduma Azam ushbu tarixiy hududda dunyoga kelgan. Videoni esa Kosonsoyda yashovchi yoru do'stlarga, mehnatkash mard Kosonsoy xalqiga yuborib qo'yishni unutmang. Shunga o'xshash tarixiy kontentni o'tkazib yubormaslik uchun Dervishnot sahifasiga albatta obuna bo'ling.